BMW 1000RR. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, sotuvda shu videoni tagida bojxona, yo'l kira hammasini yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 25 model bo'ladi. Xo'p, buni ot kuchi 218 ot kuchiga ega, Newton metr 113 Newton metr. Bu endi mashinalarni 0 dan 100 ga bo'lsa, bularda 0 dan 200 hisoblanadi. Ya'ni tortib berishi, o'shani chiqarib berishi skorosti, maksimalniy skorosti buni 314 beryapti, lekin 340 gacha chiqib berar ekan. 340 menimcha balki bemalol chiqarishyapti hozir. Hop, 100 kilometrga buni rasxodi 6,5 beryapti endi bu yoqdan bu yoqqa bosib yurganga. Tonni karbon, bu M paketi bo'ladi. Mana qaranglar, hamma yoqda karbon elementlari. Mana M karbon elementli 25 model, mana Vixlop Akrapovich. Diskalar ham hammasi karbon, M karbon, mana ko'ryaptimi uni. Hop, sotuvda 2 dona bor ekan, qadrdonlar. Yana mana shu videoni tagida to'liq ma'lumotlarni yozib qo'yaman, ammo bu doklarning turishini qaranglar. 4 silindr. Mashalloh, boshqa ishlab qo'yibdi. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar, mana shu videoni tagida hamma ma'lumotlarni yana qo'shimcha yozib qo'yaman. Hamma yoqda karbon elementlari ham, marsatorlar turishini. Mashalloh.